Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakki 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Bahor, bahor, bahor. Bobur, bobur, bobur. Qayerdasan yaramas bola, bola, bola. Salom Baxtiyor. Salom Malika, qalaysan? Yaxshiman, rahmat. Ashula aytyapsanmi? Ha, ko'rmaysanmi? Bahor keldi, varrak yasaylik uchiramiz dedi. Mana yasadik. Faqat uchirishga kelganda hozir kelaman deb ketib qoldi. Hali kelmadi, kutib o'tiribman. Biror ish chiqib qolgandir-da. Qanaqa ham ish chiqardi? Anavi tepalikning ortidan koptok o'ynayotgan bolalarning ovozi kelyapti. O'sha yoqqa ketgandir-da, koptok tepgani. Bahor keldi. Rus tili darsidan natsionalniy prazniki. Milliy bayramlar mavzusida tayyorlanishimiz kerak. Yoningga yana yordam so'rab keldim. Mayli. Navruz haqida ko'p narsalar desa bo'ladi. U bahor bayrami. Shu gaplarni ruschada aytib ketsang, men eslab qolardim. Unda tayyormisan? Ha? Сегодня Навруз. Bugun Navruz. Это праздник весны и труда. Bu bahor va mehnat bayrami. Navruz mehnat bayrami ham deyiladimi? Ha, chunki insonlar Navruz bayramida shahar va qishloq ko'chalarini tozalashadi. Daraxtlarni oqlashadi. Qizlar esa uylarni tozalab, ozoda qilishadi. Ayollar esa sumalak pishirishadi. Menga bularni rus tilida gapirib ber. Я очень люблю праздник Навруз. Menga ham yoqdi. Bilaman, men bu gapni sening nomingdan tuzyapman. Aslida menga ham yoqadi. Kechirasan. Mayli, davom etamiz. Мы отмечаем этот праздник в марте. Отмечаем nishonlaymiz degani. Люди поют песни, радуются приходу весны. Pesni, qo'shiq deganimi? Ha, Люди поют песни. xuddi shunday. Все убирают дома, дворы, готовит сумаляк. Готовиться, pishirmoq deganimi? Готовить aslida tayyorlamoq degani. Sumalak bo'larkanda. Ha, chunki sumalak so'zi ham mashina so'ziga o'xshab tarjima qilinmaydigan, to'g'ridan to'g'ri qabul qilinadigan so'z. Tushunarli. Все люди идут в парк и в сквер. Skver, maydon deganimi? Ha, skver maydon degani. Tushunarli. Yana nima desak ekan-a? Navruz chiroyli bayram, chunki u bahorda hamma joy daraxt va gullar gullagan paytda bo'ladi. Navruz красивый праздник. Navruz chiroyli bayram. Ha, rostdan ham Navruz chiroyli bayramlardan. Menimcha yetadi. Ha, menimcha ham yetadi. Xohlasang Navruz haqida savollar tuzamiz. Darsda do'stlaringga shu savollarni berasan. Ajoyib-ku. Zo'r bo'lardi.
Senga zo'r savollar tuzib beraman. Birinchi savol. Когда празднует Navruz? Navruz qachon nishonlanadi? To'g'ri. Ajoyib savol. Shunday. Keyingi savol. Как празднует Navruz? Tarjimasi? Navruz qanday nishonlanadi? To'g'ri. Keyingisiga Какое блюдо готовит? Desak bo'ladi. Ya'ni qanday taom pishirishadi, shundaymi? Ha, Bu ham yaxshi savol. Lekin bu savolni ko'pchilik biladi. oxirgisiga Ты любишь праздник Navruz desakchi? Bo'ladi. Например, я люблю праздник Navruz. Я тоже люблю праздник Navruz. Rahmat senga Baxtiyor. Har doimgidek menga katta yordam berding. Arzimaydi. Yordamim tegsa xursand bo'laman. Aytchi, sizlar ham Navruzda sumalak pishirasizlarmi? Bo'lmasamchi, faqat biz sumalakni har yili buvimlarnikida pishiramiz. Hamma qarindoshlar yig'ilamiz. Ertalab sahar turib, issiqqina sumalak yeyish boshqacha-da. Ha, menga ham olib kelasanmi? Albatta. Rahmat. Shoshma. Olib kelganim bilan sen sumalakni nima qilasan? Axir sen hech narsa yemaysan-ku. To'g'ri. Hech bo'lmasa tomosha qilib o'tiraman. Mayli, men unda bora qolay. Bu ishlarda oyimlarga yordam ham qilishim kerak. Salom, xormanglar. Va nihoyat keldingmi? Seni kutaverib ko'zlarim to'rtta bo'lishiga sal qoldi. To'rtta? Ko'zing to'rtta bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Iye, buning nimasi kulgili? Salom, qalaysan, Bobur? Yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bu yerda nima qilyapsan? Baxtiyor rus tilida uyga vazifani bajarishimga yordam qildi. Ha, tushunarli. Men unda bora qolay. Oyimlar kutib qolgandirlar. Xayr. Ko'rishguncha. Senga ham xayr, Baxtiyor. Mayli, ko'rishguncha. Menga qara, qayerda yuribsan? Hozir kelaman deb kelganingga qancha bo'ldi? Aytsam ishonmaysan. Shundoq ham ishonmayman. Shoshma, gapimni bo'lmay tur. Ha, mayli, nima bo'ldi? Varrakni balandroq uchirish uchun uzun ip kerakligi esimga tushib qoldi. Shu ipni qidirib ketdim. Ha, rostdan ham bizga uzundan uzun ip kerak. Ha? Ipni topish shunchalik qiyin bo'ldimi? Yo'limdan Farhod chiqib qoldi. U bilan gaplashib qolib ketdim. U ham varrak yasabdi. Ko'rsat dedim, hozir olib ketgani ketdi. Olib kelsa birga uchiramiz. Uyga borsam oyim nonga jo'natdilar. Keyin Bo'ldi, tushunarli. Hozir 1 soat boshqa voqealarni aytib berasan. Vaqt yo'qotamiz. Qani, olib kelgan ipingni tezda varrakka ulaylikchi. mana, yetarmikan, ha? Yetadi, yetadi.